Hurmatli vatandoshlar, bugungi sanamiz 26-oktyabr, hafta kuniga yakshanba, Qashqadaryo viloyati Qarshi Karvon mol bozoridan G'unojin xususiy narxlari bilan sizlarni bugungi videomizda tanishtirib o'tamiz. Akalar, videomiz boshidan bir dona tekin laklaringizni ayamasdan bosib qo'yasizlar. Kanalda yangilar bo'lsa, albatta nomini o'qib qo'yinglar. Xudo 100 ming taga qarab boryapmiz akalar, patish qilib turasizlar degan umiddaman. Xo'p, narx-navona qanaqa bo'lyapti? Xudo qo'ldan kelgancha tanishtirib o'taveramiz akalar. Mana aka, birinchi mana shu G'unojinchadan boshlaymiz. 10 million 800 ming so'mga chiqdimi, tog'a bu? Ha. 11 ga olib ketursinmi? 11 ga nasibimiz olib ketdi. Bu necha oylikni? 1 yashardan o'tgan ekan akalar. Bo'ylari ham endi shu birdan o'tadi akalar. Mana. Endi telefonda sizlar qanaqa ko'ryapti? Bu birdan o'tadi, 1-15 ga chiqsa kerak. Taxmin aytib o'tamiz do'stlar, yana noto'g'ri aytib qo'ysa xafa bo'lyapti. Aka, bu narx qancha ekan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salom, chacha. 9 million deyapti. Bozor qancha so'rayapti? 7,5 million. 7 million 7,5 million so'rayapti. Bu necha oylikni? 5 oylik buzov. 5 oylik buzovchi akalar, mana. Savdosi bersin. 7 million 7,5 million atrof so'ralyapti akalar, 9 million deb turishdi. 5 oylik buzovchi akalar. Savdo bo'layotgan bo'lsa, savdo bo'layotgan joydan ham albatta ko'rsatib o'tamiz. Xo'p. Mana tog'amizdan ko'rsatib. Tog' qancha ekan? Assalomu alaykum. Qancha ekan bu narx? Ha? Bozor qancha qildi? So'ramadimi? 9 ga so'ralyapti akalar, berilmayapti mana. 9,5 ga bo'lsa, nasibimizga ketib qolsa kerak. Na. Bozorda sizning ko'rib olamiz do'stlar. Qolgan joylardan ko'rsatib. Aka, bu narx qancha ekan? Assalomu alaykum. Bozor qancha so'radi aka? 12,5 ga bermadingiz. 13 xudo olsa olib ketursinmi? 13 olib ketdi. Bu yosh qanaqa? 7 oylik buzovchi akalar mana. 12,5 ga berilmayapti, 15 da turishdi. Nasib bo'lsa 13 ga olib ketursin degan. Bo'ylarini ham akalar endi bo'ylari birdan o'tishi aniq. Bir 15 ga chiqsa kerak. Ko'ramiz. 7 oylik buzovchi. Xudo olsa bu yerdan tog'amiz savdo qilyaptilar. Necha pulga so'rayapti tog'a? Assalomu alaykum. 7 million 400 ming so'mga mana shu buzovchamiz so'ralyapti. Ha, berilmayaptimi? 7 beraman deyaptilar. 7,5 ga berib olasizmi tog'a? Yo'q. 7,5 ga ham kamlik qilar ekan mana. 7 million 400 ga so'ralyapti. Bo'ylari ham endi birdan ozgina o'tadi ekan. Ozgina o'tib qolsa kerak. Shu birla bo'lsa kerak. Taxmin etib turamiz yana. Qolgan buzovchilardan so'raymiz mana. Hormay assalomu alaykum. Charchibasiz? Necha pullaymiz buni aka? Narxini. O'z bilmaysiz? Yanniki. O'z bilmaysiz narxini. Mana savdosini. Narxini bilmay ekanlar. Xo'p, bu narxini necha pullaymiz aka? Assalomu alaykum. Charchibasiz? Zo'r, rahmat. Qanchalaymiz bular? Bu narxi 9,5 million deyapti. 9,5 bir xil narxda. Bir xil narx deyapman. Aha. 8,5 dan so'rayapti bozor. 8,5 dan bozor so'rayapti akalar. Ekoyim G'unojincha, ekoyim G'unojincha akalar. 9,5 dan turishdi, savdosi 8,5 dan so'ralibdi mana. Orqadan tushirib ko'rsatib. Bo'ylari ham shu birdan 1,5 ga chiqsa kerak, ha? 1,5 ga chiqar. 1 metr 5 santimetrlar chiqar nasibimizga. Shunaqa atrof. Necha oylik bular? Bular 8 oylik, 7 oylik, 8 oylik. 7 oylik, 8 oylik shunaqa. Charchamay savdosiz. Sog' bo'ling. Aka, bu narx qancha bo'layotgan ekan? Assalomu alaykum. 15 deyapman. 15 million so'm. Bozor qancha so'radi aka? 13 million. 13 ga berilmayapti. Jonga deyza berib yuboramizmi, qo'shsinmi? Beraveramiz. Berib yuboramiz. Savdosi bersin aka. Ha. Ko'rib oladi uni. Bu narx qancha ekan aka? Assalomu alaykum. 10 deyapmiz. Bozor qancha so'radi aka? Qancha?
8 yarim olib ketursinmi? 8 yarimdan kam berdi. Kami ham bo'ladi. Kami ham. Yaxshi tortishmabdi-da. Yo'q. 8 ga ham beraveramiz. Yo'q, 8 ga bo'lmaydi. 16-chami? 16-chi. Bo'ylaring shu birga yaqin chiqsa kerak, ha? Birdan baland. 1 metr, 5 santimetrlar chiqsa kerak. 1.10 lar. 8 dan ham aka ularni. 8 dan ham ko'ring. Buni 8 million so'mdan akalar 3 ta. Joy ham 8. Bular ham g'unojinchalar hammasi. Optim so'raganlar bo'ldimi yo'qmi? So'radim. Nech pul qildi? 20 bilan 7. 20 million 700 ming so'mga 3 oy so'raldi. 21 ga olib ketursinmi 7 millionni? Yo'q, qo'shadi. Qo'ysin. Mana kerak. Necha oylik ukajon bu? 3 oylik buzoq. 3 oylik, ha, 3 oylik. Savdosini bersan aka. 3 oylik buzoqcha. Akalar. O'ylaringni bor birmi? Birga yaqin 90-95 ga chiqsa kerak bo'lar. Shunaqa atrof. Qo'rqmayapsan uni. Charchabasiz. Nech bilyapmiz bular? 7,5 deymiz. Bittami o'zingizda, ikkitami? Mana shu 4 talar. 4 talar ham o'zingizda. Bir xil narxdami, optimiga? Yo'q, unisi 6,5. Bunisi 8,5. Kichkina 5,5. Aha, mana akalar. Kichkinasi 5,5 million so'm, bunisi 6,5 million so'm, bunisini 7 million so'm deyapmiz, ha? 7,5. 7,5. Bozor qancha so'ra? Optimiga so'raganlar bo'ldimi, bog'a? So'rayapti. Nech pullar qildi? Buni 6,5 so'rayapti, buni olamiz. 7,5 deb turganimizdami? Buni 6,5 ga so'ralyapti. Mana. 7,5 million deyilyapti akalar. Qorachasi 6,5 million so'mga so'ralibdi. Maydachasi 5,5 million so'm, sarig'ini 6,5 million so'm, shunaqa atrofi qo'yib qo'yilibdi narxlari. Savdosini bersin deb qolamiz va qolganlardan ko'rsatib o'tib ketaveramiz do'stlar. Narxlar qanaqa bo'lyapti? Mana ikkita qorachadan. Qormay aka, assalomu alaykum. Charchasiz nech pildamiz bilan? Aka bilan 8 million. Bular g'unojinchalar? Ha, Ha? Faroromot. Faroda, akalar ikkovi ham g'unojinchalar 8 dan dedingiz, ha? Bo'zan nech pul so'ra aka? 70 dan, 72 dan. 7 million 200. Bermadingiz. Million yo'q. Qo'ysin deb ketursin. Bo'ylaringni bir chiqmasa kerak, yo chiqami? Bir bo'lam, bo'lam. Birlarga boradi, ha? Birlarga yaqin. Savdosi bersa aka. Mana. Ko'rib olinglar. Sariqcha nech pul bo'lyapti aka? Bu narxi qancha deyapmiz aka? Assalomu alaykum. 8,5 dan kam bor. 8,5 dan akalar, ikkita g'unojincha ikkovi. Ha. Bozor qancha so'ra? Bozor 2,14 so'radi. Ikkovini 14 ga bermadingiz. Bermadim. Qo'ysin deb ketursin. Ha aka. 15 so'm sotamiz. Aha, saras. Mayda mollarda sal savdo kamroqmi deyman. Hop. Yetti kami bor daga. Nima deysiz? Gapiring. Ha? Bu 6 lira, bu 6. Qaysi kanalsizlar? Ilhom Shodiyev. 6 ga yo'q. Mashin kerakmi? Ha? Ya mol sotsak kerak-da hali. Moshin kerak. 7 million so'mdan deyilyapti, desa ham bo'ladi akalar. 7 million so'mdan kam bor deyishdi, 6 million so'mdan bozor so'rabdi. Savdo bo'lyapti. Nech pulga savdo bo'lyapti assalomu alaykum? 6,5 dan so'rayapti uchoqni. Uchovini optimiga 6,5. Uchovim g'unojinchami? Uchoqni. Nech pul bo'lsa ketadi aka? 20 dan oshing deyapti. 20 dan oshsa 19,5 bo'lsa, 20 o'ziga ketay ekanda. Kam. Bor ekan. Mandarib Bo'pti, 20 million bo'lsa oling uchoqni. Olinga 500 ming farq bor ekan, ketdi. 19,5 bo'lyapti akalar. 20 bo'lsa akamiz oling dedilar mana. Akam uylanyapti, maqsam osanmi, qimmat olib qo'ymay ekanmanmi deyapti mana. Ko'ra olamiz. Keling aka. Ha, mayli savdosi o'xshab qoladi. Xo'p, do'stlar, shu bilan g'unojinlarni
Narxlarni tugatdi. Kelgusi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Like bosib, obuna qo'yishingizdan chiqmasin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Mana bozorda ko'rinishi. Katta mol bozori bu. Sigir, ot bozor, buqa, ho'kiz hamma shu yerda do'stlar.